Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz qarindoshlar, uzundan beri Naq Meydan programmasi to'xtab qolgan edi. Bugun qaytadan Arslan qarindoshim bilan bu programmani boshladik. Assalomu alaykum Arslan. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sen yaxshi turdingmi? Yaxshi. Alhamdulillah. E, Biz programmani o'tirtirdan boshlayversak, hozir shu vatanga berib kelayotganlar haqida oldin qatim bir Naq Meydan ilib olgandik, lekin afsus hozir shu vatanga berib kelayotganlar bo'libmi shu Turkiyadami Türk vatandaşlığı erişkenden keyin Xitoy Xitoyga ya'ni ichki o'lkalarga bo'lsin yoki vatanimizga bo'lsin viza ilish uchun uchrat saqlayotgan kishilarning borligi har xil gaplar bo'lyotidi. Bu haqda yana qaytadan bir tafsiliy suhbat bo'lishi to'xtalish uchun seni ekran olib chiqdim. Seningcha shu bizning kimdi? Nurg'un qarindoshlarimizningki ko'nglining niyatining yaxshi ekanligiga ishonamiz. Mush vatanga berishdagi maqsad endi urug'-tuqqanlarni seg'inish yoki vatanni seg'inish uchun bo'lishi mumkin. Ammo vatanga berib kelishninki qandoq foydasi bor, qandoq ziyni bor millatga, vatan ko'rishiga, bularni to'g'ri yaxshi bilmasligi mumkin, yaxshi tushunmagan bo'lishi mumkin. Seningcha shu vatanga berib kelishninki qandoq ziyonlari bor? Vatanga hozirgi muhitda vatanga berishning nurg'un ziyonlari bor. Bunimi burun deb o'tgan. Masalan, o'zimizni o'ylab boqaylik, bizmi shu vatanda, masalan, bizmi shu zulmni ko'rib deyli, masalan, lagerdan chiqdik va yoki turmalardan chiqdik deyli. Va mayli Uyg'urlar bo'lsin va yoki boshqa chet elliklar bo'lsin, shu yerda xo'shal-xo'ram o'tayotganini va yoki o'zimiz buni anglasaqmi, biz qanday tuyg'uda bo'lamiz. Ya'ni bu yerda menga nisbatan cho'ng bir hurmatsizlik bo'ldi-da. Ya'ni chunki biz bu yerda masalan irqiy qirg'inchilik bo'yotir deymiz, lagerlar bor davatimiz. Mayli chet elliklar bo'lsin, mayli o'zimizning Uyg'urlar bo'lsin, shu yerga berib qolgandan keyin xud endi buni Xitoy shiltur hamdi. Qanday shiltur degan chog'da bir bizning voy u Sharq Turkistonga boramaymiz, hech kim chiqamaydi degan bu hikoyani yog'inga chiqirdi. Ham yog'inga chiqiryotdi. Borgandan keyin ham sizmi mushu propagandaning bir parchasi bo'lsiz, qo'llagan bo'lsiz. Hamda yana bir qism bo'lsa, shu yerda mayli sizning uydagilaringiz, oilangiz qarshi olsin va qarshi olayotganlarni ko'rdik videolarda. Siz har qanday u soatdan keyin siz aloqa qilgan har qanday insonnimi bir tahdid ostida qo'ysiz. Ularni cho'qim Xitoy haqqancha sizni endi qarshi olgan bo'lsa-mu, ularni ayrim yana intervyu qilib, gap ilib, shu gapdan qaytib qolsa, yana ularni turmaga ya da lagerga solashning nimasi bo'lib qolishi mumkin. Andan keyin hatto sizmi borganchada mayli qanday ya'ni vatandoshiga bo'ling, bir bo'lsa sizni akirib ketishi mumkin. Chunki 100% u Xitoyga ishongili bo'lmaydi-ki, sizni akirib ketmaydi deb shuningga siz mushu kafirlarga yordam qilgan bo'lsiz, musulmonlarga qarshi. Yana birisi shu yerda biz anglab kelyapmiz. Uyga mundallam kelib ketiblam va yoki rasmimizni chiqarib qo'y Instagramda xo'shal-xo'rama propagandaning partisi bo'lib ba'lam emas. Hatto buni qo'shimcha anglab kelyapmiz. Sizmi mushu chet elda kimlarni tuniysiz, kimlarni tunimaysiz, qanday harakatlar bo'ldi, bo'lmadi, hammani siz shu yerda bir nevi shpionmi bo'lib bilishingiz kerak. Hatto ba'zan anglashimizcha qanday kelishimlarni qildi shu vizalarni ilish uchun. Bunimi yaxshi bilishingiz kerak va bu yerda qo'shimcha mushada shunday bir insonlarmi bor, shuni qabul qilishimiz kerak. Azaldanla bir endi oz qism bo'lsinmi, bir Uyg'urlar borki, yana Xitoy vatandoshlar bilan, yana Xitoylar bilan o'xshash muomala. Ya'ni Xitoylar qanday haq huquqlarga sahib bo'lsa, Uyg'urlarmi shu qadar haq huquqqa sahib bir balki uqmayman yuzda kaç ama açsaq Xitoy bilan farqi bo'lmagan Uyg'urlar bor. Masalan, o'kanda bir video ko'rdim. Yerda
o'qish putish murosimlar bo'yotir Amerikada. Mishada ba'zi Uyg'urlar bor, qarasan xitoylashib ketgan bir epizod bor Abdukerim Abduzning, masalan, Urg'uylar degan, "Voy siz Uyg'ur ekansiz degan Urg'uy" deb bilganda, shu ashta bir Uyg'urlar bor, hamda Urg'uylar bor. Hamda Şinjanlik Uyg'urlar burun buni deb o'tgan. Mushtaqlarning tashviqoti qilyapmiz, do'yinda ko'ryapmiz, boshqa to'r nimalarni ko'ryapmiz. Bularmi o'zining vataniga bemalol qaytayotganlarmi borchu? Shu Xitoyga opma o'xshashlar. Qarasan Xitoy, qarasan Uyg'urga o'xshab qolgan, ismlari Uyg'ur, bunda Uyg'urlarmi bor? Endi bularga amal yo'q. Bularmi o'zlari shu burun shu vatanga qanday kelib ketib turayotgan bo'lsa, shu lagerlar ichilish jarayonida normal kelib ketib yurayotganlar. Bularga asli chiqilg'il bo'lmaydi. Lekin yana bir narsa tushganimiz bor. Mushu yana biz, ya'ni mushu hamda o'zimizni da'vo qilayotgan deymiz. Mushu da'vogarlarmi, hayron qolsiz ba'zi da'vogarlar, yana mushu insonlar bilanmi aralashib kelyapti-da. Ya'ni bu shu vatandan kelib ketayotganlarni boykot qilmayotimiz, yo soqchilarga ma'lum qilmayotimiz. Nurg'unlari asosiyatdan panohlik tilab qolib qolgan. O'zimizning hatto ishonsanglar Avstraliyada bunda ish bo'yotir-da. Bunda talablar bo'linyotidi. Hayron qolsiz, ya'ni bu da'vo qilayotgan tarafdorlardan bunda bo'yotir-da. Vizaga boshlangan chog'da Avstraliya hukumatining talab qilishi nima bilamsa? Ma'u Uyg'urlarni doklad qilish emas. Ma Uyg'urlar Xitoy vizasiga boshlangan chog'da Xitoy hukumati bu Uyg'urlarni qanday shaklda Avstraliyaga qolib qolding deb mushu isbotlarni so'rab keldi-ki, Avstraliya hukumati sizlar bu Uyg'urlarga yordam qilinglar, Xitoy hukumati bunday narsani bizni talab qilmasin deb bundaq bir g'alita bir hukumatdan so'raydigan tushundira bildimmi? Ya'ni o'ylab baq, hozir masalan, shu yerdagi Turkiyadagi eng chong tashkilotlar Turkiya hukumatini shuni talab qilsa. Turkiya hukumati bizning Uyg'urlardan mushu Istanbuldagi Chin konsulisi viza boshlansa, qanday qolib qolish sababini so'rayotdi. Mushuni lütfen mushuni talab qilmasa bizdan, bizmi xotirjam Xitoyga yoki vatanga berib kelib tursak deb bunda bir talabda bo'linmoqda. Masalan, bu olay, bu xabar Turkiyada chiqsa sizlar qanday bo'lsizlar? Shuning bilan ya'ni qisqacha mushta kirish yapaylik deb o'sha hayron qolgan ishlar. Avustraliyadagi tashkilotlarningki tashkilotlar hukumatning oldiga berib bizdan biz vatanga berib kelmoqchi savol so'ramasin degan gapmi? Tushunmadim men. Bevosita tashkilotlarning emas, shu Avstraliyadagi ba'zi da'vo sepidiki deyli. O'tirg'a qo'ymoqchi bo'lgan Avstraliya hukumatiga ba'zi talablarining ichida Uyg'urlar Xitoy konsulisiga berib vizaga bosh urgan chog'da Xitoy shuni talab qildi-chu, sen qanday qilib Avstraliya garajdanlik bo'lib qolding deb buni talab qildi ekan-chu. Shun asosiyatdan %90 dan yuqori degandek panohlik tilab qolib qoldi-da. Mushuni bizdan so'rmasa deb bu %100 boshirildimi, lekin mushta gap so'zlar bo'yatidi. Mushtaq narsalarni bizning Avstraliyadagi tashqi ministerdan istasak, mushta talabda bulunsak, anigiza menmi shu topda o'zimning qarshiligimni bildirdim. Bu nasibi saçma bir şey. Yani qanchalik aqlga sig'maydigan bunimi talab qilamdik. Aslida bu bizning talab qilganimiz qaysi Uyg'ur mush kunda Xitoyga borsa va yoki vatanimizga borsa, bu Uyg'urlarni darhol shu nima deymiz, Avstraliyaning istixborot organiga nima qilishimiz kerak? Doklad qilishimiz kerakki, bu Uyg'urlarni tekshirib chiqsin. Chunki bu Uyg'urlar bedavaya, ya'ni bekorga bormaydi. Chuqum Xitoy bir narsa talab qilib turib, mayli bizga bir uchur yetkoz yoki bo'lmasa mushta propaganda tashviqotini qilib bir chiqib qandaylar bo'lmasin bir Uyg'urning hayotiga daxli qilgudek bir ishni qilib turib bordi. Qilib turib shu badalliga shu vizni oldi. Hozir bir masala Avstraliya tashkilotlari bo'lgan, ya'ni tashkilotlarningki odamlari bo'lgan guruhida tashkilotlarga sizlar shu hukumatga talab qilsanglar biz xotirjam berib kelgan bo'lsak degan bir talab shu tashkilotlarga qo'yildi degandek. Ya'ni bizning Uyg'urlar hozir Xitoy konsulxonaga boshvuratir vizalarga, ularning talablaridan birisi Avstraliyaga qanday qolib qolding?
Menimcha bu ishmi boshqa yerlarda bo'lyotdi, Avstraliyada bo'layotgan bo'lsa, mushu isbotni bizga akapagin deb talab qo'yibdi. Avstriya hukumati sen Xitoyga desang, mushu talabni bizdan olmasa, biz mu xotirjam vizamizga başvursak. Böyle bir haldeyiz yani. Mustaq bir durumda. Shuningga, yana bir narsa o'ylashimiz kerak. Ba'zilari da'vatlar, masalan, necha yilning oldida ailem nerede, davatqanlar vatanga beryapti va yoki ularning tuqqanlari kelyapti. Buni bilishimiz kerak. Bu ailem nerede davatqanlar manga nisbatan endi vatanga berish bo'lmaslik yana bir masala. Ular bu soatdan keyin da'vat sepida bo'lmasimi mayli. Chunki ular dastlabda chiqqanning sababi opam nerede, dadam nerede, akam nerede deb bo'lgandan keyin u ish hal bo'lib bo'lgan bo'lsa, it's okay. Ya'ni illa chunki ailem nerede davası bilan Sharq Turkiston siyosiy davati ikki narsa. Men ulardan bek og'inib ketmayman. Navoda ayoli, yo'ldoshi yoki bir narsa bir tuqqani qutulib chiqqan bo'lsa, bu da'vodan chekingan bo'lsa, men uni yana to'g'ri tushunaman. Chunki bu da'voda unchalik hamma odamning aktivist bo'lishi va har qanday bir mayli Filistin, mayli Suriya, mayli har qanday bir masala bo'lsin, bunda ishni qilgan insonlar nihoyat az. Hamma odam kameraning oldiga chiqib so'zlab o'g'il bo'lmaydi. Hamma odam nima deymiz? Oldingi sapda turishi natayin. Lekin vatanga borgan chog'da menga nisbatan u bir qizil siziq hamdi. Yana bir narsa bor, vatandagilar tishga chiqqan chog'da ba'zi aktivistlar bo'lsin, ba'zi oila mushtaq da'vo qilayotganlarning damalliq ular avtomatikman eski insonlar bo'lib qolmaydi. Ba'zan Xitoymi shu qasddan shu tuqqanlarni tishga chiqarish uchun shu aktivistning, shu da'vogarning mayli yuzi, mayli obro'yi, mayli mushini xuddi bir dog', ya'ni mushu aktivist shpion degandek Xitoyga ishlaydi degandek bir xalqning oldida bir xato bir tushuncha berish mumkin. Shuni mushuni eslatib qo'yay. Bu bir Xitoyning bir taktikasi deb o'ylayman. Lekin Xitoyga borganlar shaxsan affetmem. O'ylab baq, masalan, menmi Anvarjon, menmi tunagan vatandan qaytib keldim deb desam, sen jiningda masalan men bilan aloqa qilishamsan va yoki aloqa qilishgan taqdirdami sen bir diqqat qilarsan, ya'ni orasidan qaysi kelishimlarni tuzab kep ketayotgan yurayotgan bo'yicha ansirasan, lekin biz ansirmay normal yurayverib vatandan akagan nonlarini yeverib tomoqlar bo'lsa yeverib musa yuralaydi ekanmiz. Ya'ni men bunga hayron qiliqliq. Arslan, bu senin gaplarını anlagandan keyin men bek hayran qilyapman. Ba'zi bir gaplar bo'lyapti. Taze to'xtalmayman, taze tushunmadim. Bu ailem nerede degan kishilar vatanga berib kelyapti dedingmi sen hozir? Mening da'vatqanim vatan berib kelish emas. Navoda ailem nerede degan insonlarimizning da'vodan ortiq piyasada bo'lmasimi to'g'ri tushunaylik da'vatim. Yani bu ama ailem nerede degan kishilarninki yoki urusqanlarning vatanga berib kelgan avval yo'q, shundami? Mushtaq gaplarni anglayapmiz. Yani berib kelyapti degan gap so'zlar bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Lekin boy degandek bularga chiqib qanday bisimlarni ishlatyotidi, işte chiqib bek qo'rqinchliq. Chunki boy degandek sizning ashta berib kelishingizni propaganda qilib ishlatadi. Ba'zilariga talab qiliqliq, boshqa narsa talab qilmaymiz. Yetarki sizning Instagram saytingizga va boshqa saytingizda xotirjam berib kelganingizni, o'ynab nim qilingizni chiqarib qo'ying. Mushi bizga yetarli da'vatqanlarmi bor? Ya'ni bekardan bekar berib kelish cho'qim bir shart qo'ydi sizga. Cho'qim bekarga berib kelmaysiz. Shuningga har qanday bizning qilganlayni hamda biz nima ish qila olamiz? Mushta insonlarni o'zimizning turishliq davlatlarga istixborot qilish bu shart, bu fard ya'ni bilgan zamat. Chunki bunda qarab turiblar berib kelibdi deb bo'sh qo'yib bersak bo'lmaydi-ku. Ananikin bularni boykot qilish. Mayli qanday sabab ko'rsatsa, men shaxsan ishini qilolmayman, chunki biz nihoyatda bir jiddiy durumda. Hozirgam zulm bor, aniq. Shuning bilan mush ishlarga diqqat qilaylik va sazgur turli harakatga o'taylik doim da'vatqanim. Ba'zan popmi yaqin balki uzilayotgan yoki umidsizlatgan bo'lishimiz mumkin.
daha az millet namoyishlarga va yoki bu tashviqot va yoki bu sarga qetilyaptiri mayli. Shuni bilingki, ya'ni Alloh hammamizga bundaq bir nima deymiz, mushta bir ulug' bir yo'lni nisb qilmaydi. Inshaalloh man, sen va boshqalarga nisb qiliqliq. Qolganlarga diqqat qilaylik. Ya'ni bular vatanga kelayotganlar bizning do'stimiz emas. Dushmanimiz Bu bo'lmasa, do'stimiz emas. bu ba'zi bir xatarli gap so'zlarni qisqa deb o'tib ketib borsam, bu ham da'vo sepida turib, ham Xitoyga qarshi turib, vatanga berib kelyotidi degan gap so'zlar bo'lyotidi degan masala kichik gaplar emas-ku amaliyotda. Hmm. O nurg'unlagan kishilar shu kishilarninki faoliyatlarga, namoyishlarga chaqiriq qilsa Hmm. beryotidi, agishyotidi. Shunga bu masalani To'g'ri, man albatta ayran qilaylik. Shu namoyishga qarshi necha oyning oldida ya yarim yilning oldida ya bo'lmasa bir oyning oldida ko'k bayroqni ko'tarib namoyish qilyotidi. Qarasang tungi kunlikda vatanga kelib kelib yuriyotidi. Masalan, bu oilam narda degan platformadagi qarindoshlarning texi necha kunning oldida nima bo'lgan chog'i namoyishda bor. Yo'q, bevosita o oilam nerede? O grupdan bahsetmedim. Genel olarak bir narsani ko'tarib, mening oilam, where is my family da'vat qilinadi. Bevosita o grupdagi insonlarga da'vat qilim emas. Bu O'shan masala o'tib ketishi yaxshi. ha. Da'vat qilgan mayli Osiyo bo'lsin, mayli har qandaq dunyodagi Yevropada bo'lsin, nada opam qani, dadam qani da'vat qilinadi da'vatda. Turkiyadagi oilamlarda grupdan bahsetmiyorum. Men xato tushunibman. Bunday emas. Yana birisi Avstraliyadagi tashkilotlarga sungan bu masala oddiy qarashga qat'iy bo'lmaydigan bir masala bo'lib qoldi. Bu Xitoy bilan bizning oramizni yarashtirib qo'y degandek gap bo'libdi. Bu Xitoyning Tig'i sundimi, sunmadi uqmayman, lekin mushta gap so'zlayapti, mushta bir narsa talabda bulunayli deb, ananikin bu talabda bulungan chog'da nurg'un insonlar shu gaplarga qarshi og'inni, ya'ni qo'llarini da'voning ichida mush gap to'g'ri da'vatganni ko'rdim, ya'ni. Men hayron qoldim. Men shu bu yerda o'zimning qarshiligimni bildirsam, boshqa hech kim man ketilmadi shu yerda. Hatto axlab yurdi. Nim bo'pti, u Avstraliya zaten biladi kimning kep ketayotganini. Har qanday istixborot bir tashkilot hammasiga yetish bo'lmaydi-chu. U yerda ishlayotgan insonlar sanoqliq. Lekin mushu insonlarni kep ketayotganini doklad qilgan sari u hukumatmi jiddiy oladi. Chu? Shuning bilan sal qaramaslik kerak va dunyoning har qanday yerda, ya'ni o'ylab boq, mustaqbil bisim bo'lsa, u barimiz da'vatqanlarni o'ylashib turib bordi-chu. Masalan, en azından mesela 10 kishi boraman desa, birisini ya ikkisini to'xtata olsak, bizning da'voga yaxshi. bu Avstraliyada nurg'unlagan yaxshi taqvodor vatansuyar kishilar bor deb qarayman. Bu yerdagi ahvol bunchalik ichinishli bo'lsa, boshqa dunyoning boshqa joylaridan balkim shunday gap so'zlar bo'layotgan bo'lsin. Garchi u tashkilotni uni tasdiqlasin yoki tasdiqlamasin, bosh tashkilotning ichida mushu gapning bo'lganligining o'zi bir cho'ng xatarli ahvolda. Vatan ko'rishimizningki qanchalik darajada oqibatga chekinganligi yoki kamchilik borligini ko'rib olgan bo'ldi. Hamda mushu o'tganda bir programma ishladim. Mushu Hakan Fidanninki Turkiya tashqi ishlar ministrining vatanga borganligi haqida. Mushu videoda bir necha nuqtada to'xtalish kerak. Iliq bo'libmi mushu dunyo miqyosida bo'lib Turkiyada ko'p g'ulg'uli qo'zg'adi. Yashangan shu onamizninki shunchalik cho'chib ketganligi, Hakan Fidanning assalomu alaykum desa, gap qilolmay, nima deyishini bilolmay, va alaykum assalom desam tutib kampaga kirib deganda salomni qaytarolmay turib ketib, yaxshimisiz deyishlari, o kishiningki duo qilib qo'y desa, nima deyishini yana bilolmay turib qilishi, undan keyin o Hakan Fidanning gaplarini anglagandan keyin Hakan Fidan inshaalloh mashallah deb turgandan keyin bu gapni anglab yig'lab ketdi onamiz. Yani yig'lab ketgandan keyin o onamiz shu yig'am sabablikmi meni tutib kirib ketmisan deb men xo'shlig'imda yig'layapman deb doklad qilyapti endiki Xitoylarga. Yani ashunimi shu biz Xitoyning qilayotgan zulmini oshkorladan yig'labsan deb bundaylik ayblamasin deb shuni men so'rayapti. Shuna o'xshagan necha turlik masalalar haqida, yani bolalarni, o'g'illarini so'rasa, u yerda bu yerda deb duduqlab testda javob berdi. Balkim o'g'illarimi kampda yoki boshqa bo'lishi mumkin. Bo'lmasa 18 yashagan odamni
Balları ba adam herkesme koçuq bir narsa sat dep çıkırıp koymaydı. Vatandaki zulümning qancha eg'irligini ko'ryapmiz. Bu bunda turib yana aşağıya Xitoyning changilig'i berish bu mesele iş qilib bek ichinishlik. Sen anladın şu Hakan Fidan'ınki vatanga bağını biz üçün faydalıqmı, ziyonliqmi degan bir temani chiqargan bo'ldi. Sana nisbatan bu qanday fayda yoki ziyon keldi? Mençe manga qo'yib bersa asli boshdan bormaslik kerakdi deb o'ylayman. Türkiye'ye qarsak, ama Türk İslam aleminde bir xil nima rolda o'ynaydi desang, xohlasang man ezon esnosida o'zingni mikrofonni o'chirib tursang bo'ladi, chunki kesik kelyapti ovozim. Hakan Fidan'ның bağımsızlığı gerekli de böylemi. Çünkü Türk İslam aleminde hazır Türkiye gerçi özü bir İslam devleti bulmusu mu? Hem de İslam'ın temsilcisi rolünü oynayatkan bir devlet hem de. Ulan yemi dese burun Pakistan maçtakta İmran Khan'ın aslında. Ulan yemi dese bu Türkiye birip geldi. Türkiye taşkışla birip geldi. Hamma narsa xuddi normaldek minvatur deb ko'rsatgandan keyin boshqa musulmonlarg'imi mushta bir tuyg'uni berdi. Xuddi ishdan bo'lmayotgandek, ayri bolalar kulayotgandek, qaysi jamilar kirib chiqyotidi. Manga nisbatan o ko'k galasning taqib olishi, chunki men xatolashmasam shu yerdami Mashin Ruymi shu ko'k galastukni taqib oldi. O zaman Mashin Ruymi Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llamdi deb ma'no bildiramdi, bilmadim. Çünkü bu saatten keyin mesela nurg'unlarimiz ya'ni jazo lagerlari, mesela Nazi Almaniyasiga selishtirgandan keyin unchalik gap so'zlar va yoki Türk İslam shaharlari, ya'ni bu Urumchi, Qashqa, Ko'riklar rol o'ynaydi. Bu gaplar bek bo'shchu. Uningdan mesela Mevlid Çavuşoğlu'mu xatolashmasam davet qilish oldidimi, mening bilishimcha Mevlid Çavuşoğlu zamandimi tek bağmaslıktan sebebi biz ba'zi bir bağsaqmı aynen şu Hakan Fidan'ni çögletgandek şu şekilde çögültiplam bizmi bir Xitoyning bir propagandasının bir parçası bo'lib qolamiz deb shunga bormidi deb o'ylayman hamda shuningga gap so'zlarmi aniq emas. Hozirgacha necha millionlagan insonlarning lagerda so'layotgan bir yerda bay deganda qandaqda Uyg'urlarmi bormaslik kerak? Asli bunda insonlarmi tek berish sharti qanday chog'da borsa bo'ldi, o'zi shartsiz va yoki qandaq sahnalangan bir tur bo'lmagan ostida xohlagan yerga cho'glab, xohlagan yerni xohlagan insonlarni ziyorat qilgan bir muhit ostida borgan bo'lsa maylitti. Shuningga nurg'un davlatlar, masalan Amerika va yoki Yevropaga hech kim bormaydi. Chunki ular shu Xitoyning bir propagandaning bir parchasi bo'lib qolmayli deb bormaydi. Ben işte söyleyeyim. Bu menimki fikrimde hazır ilki Şarkı Türkistan meselesi yani dünya miqyasida Türkiye'de olsun nurg'un joylarda hazır ilki jimjit bo'lib qoldi. Fikr tafakkur vaqtida so'z qiladigan ishlar yo'q degandek. Shu Hakan Fidan'ninki bu qatimki berishimi Türkiye'de nurg'unlagan ulg'unlarni qo'zg'adi. Gerçi o ko'k klassik bu meselesi ilki qaysi xil jihatdan bo'lishidan qat'iy nazar, ammo nurg'unlagan yaxshi kishilar yanada ilki Uyg'urlarga nisbatan dikkat e'tiborini qaytadan bir qo'zg'adi. Hammalikka to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, abiyam degandek shu onimizningki ilib borgan suhbati, ko'kkalasi taqishi, ko'zini taqishi degandek nurg'unlagan yaxshi kishilarning yaxshi gumoni, yaxshi so'zlarga bilan yana Uyg'urlar yana qayta bir aslinib qiziq nuqta bo'lyapti nurg'unlagan xabarlarda bo'lsin. Bu meseleninki payda ziyni haqida ko'p talashishimiz ancha ahamiyat olmasligi mumkin, ammo oyam degandek shu Uyg'urlarning vatanga berib kelishi masalasi birinchidan Xitoyningki kontrol ostiga changilig'i berishning o'zi Xitoy bilan hech qanday bir o'ch adovatim yo'q. Sen bilan hech qanday bir masalam yo'q. Shuning uchun sen bilan men do'stlik xotirjam kelib, sen bilan anglashib, kelishib, yashab kelib chiqaman degan bu nuqtani o'tirg'a tamog'ini bosgan bo'lamiz. Ondan keyin u yerdan chiqqandan keyin ondan keyin yana nurg'unlagan kishilarninki masalan Xitoyga qarshi o'zini oldingi safda bayroq ko'tarib yurgan boshqa kishilarga nisbatanmi balkim yaxshi ketami yo, balkim bizmi jimjit tursak bir necha yildan keyin bizmi boramizmi yo, tuqqanlarimizmi kelami degan
başkalarını şübheye silip bu körüşümüzni acizletip şu xil şekilde vatandakilarni mecburiy xitoylashtırıp xitoylashmaganlarni şu şehit kılıp, türmege sulap yok kılıp, andan keyin chet eldekiler bolsa özümüzün ahvalını aytamiz, özümüz yaşawatkan döwletdekilerning ahvalını yaxshi bilmiz. Meşelde asmarasiya bulup tugap ketiş ihtimalligi bolup kaldy. Hem ilki yaxshi gap so'zlar chiqmayapti. Belki biz nurg'un narsalardan xabarsiz. Sen ko'p narsalarni bu yerda deb o'tding. Men hakikaten bek hayran kaldım şu teşkilatlarning içinde şunday gapning bo'lishi adamning aqliga kelmaydi. Bu bek içiniz chiqmaslik bo'lib to'sh qilib. Şu Hakan Fidanning meselesida men bu bir necha turlik o'yladim, ama yak bir pilqi. Gerçi Türk dünyasida Türklarning nimsida yaxshi ta'siri chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda men o'yladim şu u yerda nim qilgandan, u yaxshi bo'ldi, ama Türkiye'deki Uygurlar bekrak ikamet meseleleri, vatandaşlık meselelerinde bir kentlik kılıp, ilgi çıkıp manda nim bo'lgan bo'lsa, hakikaten ta'siri bizga nisbatan yaxshi bo'ladi. Aytaman urg'an kishilarninki Türkiye'deki qiyinchiliklar, kimlik meseleleri, başka meseleler, yabancı şöbesi degan yerda turayotgan kishilar degandek bu meselelerni hal qilayotgan bo'lsa, biz uchun yaxshi bo'ladi. Ahırda sen özün şahsen şu Avustralya'da bekrak köp okşaydı, Türkiye'den bulançı bağdı kalbatıdı. Şu vatanga berip kelgen kişiler hakkında sen o kişilerge qanday baha bersen, münafık demsen, casus demsen yoki aldan qatib şerefsiz degan tek bir iboralar bo'lgan. Hozir qanday pozitsiyada qanday muomala qilsak bo'ldi. Ular bilan normal ve balkeldi qilib, abiyam sen deb o'tgandek to'y to'kinlariga taklif qilib, yig'ilishlarga taklif qilib, to'rdan o'rin berib, voy hajimka, voy u bu deb hurmatini qilish ahvollariga nisbatan bizniki semmo qilaylik diniy jihatdan bir savatga ega, siyosiy jihatdan savatga ega shu jihatlardan bir ash kishilar bilan shunda bir hurmatini qilib, masalan, men o'ylayman, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrida normal musulmonlar xotirjam yashayotgan shunda mezgilning o'zida payg'ambarimiz jihad chaqiriq qilganda jihadga o'zininki o'rinliq sababidan yoki tushkunligi sababidan bir qatim jihad sababidan shu kofirga qarshi kurash maydonidan bir qatim tushib qolgan kishilarga nisbatan bir oy hech kim salom qilmagan, salomini javob qilmagan, hech kim savdo setiq qilmagan, uyimiga bormagan, sepni butunlay ayirib etgan. Nimishqa degan chog'da shu kofir bilan bo'lgan kurashga otlanmagan kishi bilan biz ado-judo hech qanday munosabatimiz yo'q. Qiyomatda shu kishi bilan biz bir sep qilib qolmayli, bir yerda turib qolmayli, birga hisob berib qolmayli deb undan shunda ayirib ketgan. Ular bir oy tövbe qilgan, bir oy pushaymon qildi, bir oy yig'ildi. Hatta urug' tuqqanlarga mo assalomu alaykum ya qardoshim, Allohning salomini beryapsizmi? Yani javob bermadi hech kim. Shuning bilan bu kishilar bir oy aşında tövbe qilgandan keyin yomon tasda qabul bo'ldi o tövbesi. Oxirida tövbesi qabul bo'lgandan keyin salom saat joyiga keldi. Hozir biz musulmonlar, Sharqiy Turkistonliklar shunchalik xor zabunliqda, shunchalik tipirlayapmiz, yo'qolib ketyapmiz, ojizlashyapmiz. Xitoyninki qiladigan hamma zulmni qilyapti. Bir ig'iz mana Xitoy manda zulmni qilmayapti degdek bir nima yo'q. Xitoyning jinoyati jinoyatni qilmadi Xitoy jumma deydigan gap yo'q. Hamma jinoyatni ishlayapti, hamma qirg'inchilikni qilyapti. Oshundaq turib, Xitoy bilan sepni ayirmay, yana Xitoyga qarshi kurashga otlanmay, xayni Xitoyninki oldiga bir dasturxon sepasi ma'qul deb uning vizasini ilib, biletini ilib, uningda mehmon bo'lib, nimish qilding, kim bilan ko'rishding, nada yashading, qanday yashaysa, buningki manda qil, u desa ma'qul deb qabul qilib, unda qilishning o'zini biz qanchalik sepni ayirib etsak, unda qanchalik ko'ngliga azor bersak, sen nimishqa bunday qilsa deb qilarsak, bu yaxshi amaliyotda. Lekin o xil tarixdagi bizga payg'ambarimiz vasiyat qilgan, payg'ambarimiz ko'rsatgan sahobalar yashab o'tgan o tarixlarni biz yashamayapmiz. Sen bunga nisbatan qanday qaraysan, qanday bir fikring bor? Men bevosini palani munofiq, palani demayman, lekin bunday insonlar munofiq bo'ldi. Xitoyga viza başvurgan chog'da shularning shartlariga uygan chog'da navoda shu belgilarni bersa, kimlar bilan Tunisda
bo'pmi da'vo sepidagi va yoki tashkilotlarning ichidagi bilgilarni yetkazsa, anondan keyin bilib turib mushu bizga başvurup va mushuning propaganda partisi bo'lib va bizning da'vorimizga qarshi har qanday inson mushu bilib turib mushda da'voni neymiz Xitoyning foydasi abay degandek boshda deb aytgandek tamamen sizning bizga başvurup kap kelishingiz Instagramga chiqarib qo'yishingiz va yoki har qanday bir sotsial media chiqarib qo'yib hamma narsa yaxshi Xinjiang xo mening tuqqanlarim yerdan meyagicha deb mushni qilsangiz siz munofiq ya'ni. Bu kadar basit. Nurg'un insonlar unday o'ylamaydi, lekin bu kadar basit ya'ni. Bay degandek ishkining ismini atab turib palonchi munofiq deyamayman, lekin mush ishni qilganlar munofiqdir. Ahırda yana şu vatan üçün, xalqımız üçün qarindoshlarimizningki davomli şekilde tirishchilik ko'rsatishni, o'zimizningki vazifamizni ado qilishni qanchalik imkoniyatimiz bo'lsa, puli bala pulini, bilimi bala bilimini, kuchi bala kuchini chiqarib, millatimizni saqlab qilish, qo'g'dab qilish, vatanimizni qutqarish yo'lida kuch chiqarsak, bu yo'ldan to'xtab qolmasak degan umiddaman. Namoz vaqtim bo'ldi. Hamda ahırda başka mühim ta'kidlab qo'yadigan so'zlarim bo'lsa alayli, bo'lmasa programmani oxirlashtirsak. Shu bay degandek umidsizlanmayli. Qo'limizdan kelishicha namoyish bo'lamdi. Masalan, nurg'un davlatlarda namoyish qilg'ilmi bo'lmaydi. Right? Mushu O'rta Osiyoda namoyish qilib bo'lmaydi. Lekin ancha-muncha shu kulturni yashash uchun mayli sahnalar olib boramdi. Har xil yangi faoliyatlarni olib boralaydi, lekin Xitoy konsulxonaning oldida namoyish qilolmaydi. Biz bo'lsak, Turkiyada bo'lsa, ma'lum darajada namoyish qilib bo'ldi. Ma'lum darajada siliq sipoyi shaklda u yerdagi deymiz rahbarlarga shikoyatlarimizni bildiralaymiz. G'arbda bo'lsa ham Xitoy konsulxonasining oldida ham o'shadagi rahbarlarni tag'in sart bir shaklda ifodamizni bildiralaymiz. Ya'ni hozir bizga yo'l qo'ygan ishlarni qilib turishimiz kerak. Masalan, ba'zi qarindoshlarimiz bor, qurol ko'tarayli, inshaalloh u kunlarni kelib qolar. Mushu hozirgi tashviqot jarayonidagi bu da'vo qanchalik yana oldimizda ya'ni bu 5-10 yilda bir bitirgan ish emasdek turdi. Inshaalloh aytda mustaqil bo'lib kelsalarimiz duo qilaylik, lekin bu nihoyatda bir uzun bir oldimizda mayli yana 20 yil ketamdi, 50 yil ketamdi, 100 yil ketamdi. Bu muhim emas. Muhim bo'lgani har kun oldiga minish. Shuningga men ishinamanki mayli bolalarım bulamdi yo nevaralarim bulamdi. Mesela ileride masalan ayni chog'da Arslan deb birisi batdi va yoki Anvar deb birisi bor, yoki palonchi birisi batdi. Shu zamonlarda 2020 yillarda namoyish qilib yuradi, podkastlarga qilib yuradi. Biz shulardan ilhom olib hozir masalan qurol ko'taryapmiz va yoki boshqa ishlarni qilyapmiz deb manga nisbatan mushuni hedeflansak. Chunki nurg'un insonlar xuddi kelajak yil mustaqil bo'lmasak bo'ldi, bu da'vo bo'sh bo'ldi, bu tugadi debchi. Mushu hozirgi bo'layotgan ishlar mayli Turkiya tashqi ishlar ministri vatanga berish va yoki hozirgi Amerika qonunlar va yoki hozirgi tashkilotlarning holi bu bir mustaqillikning uzun yo'lning bir nuqtasi demdik. Şuna her zaman ben bilmem ki ümitsizliğimiz gereksiz, ümitsiz boğatkan buluşunuz mümkün. Lekin vaz keşmegen halde devam kısak belki bir gün biz müstakil azatlığa erişimiz de poleme. Şununla hiçbir zaman asan bulmaydı bu yol. Biz bir iddia boğan iken, Xitay'a karşı çıkman degen iken, Allah bizge undaq müştah şekilde sınaydı iken. Şununla ümit var bulaylı dep ahırkı sözüm. İnşallah. Bek to'g'ri bir tema bo'ldi. Hozir cho'qim har qatim mushtaq bir gap so'zlar o'tirg'i chiqsa, eng oldi bilan bizniki shu Falastindagi qarindoshlarimizni tilga o'tishga bo'ladi ekan, loyiq ekan shu kishilar. Nurg'unlagan kichik farzandlardan tortib cho'nglargacha yashagan onalargacha nurg'un badallarni to'lab fidokorlik ko'rsatib, vujudining ma'lum bir qismlaridan ayrilgan bo'lsa-mu, putlar kesilib ketgan, portlab ketgan bo'lsa-mu yoki bolalari 4-5 tane bolalarning hammasi shahid bo'lib ketgan bo'lsa-mu, alhamdulillah Allohning yo'lida mushtaq qurbonlikni berardik. Agar sen Allohning rozi bo'ldigan ishing bo'lsa, buningdan bakroq qurbonlik berishga sening sinoqlaringga biz sabr qilamiz deb shunday duolarni qilyotdi.
bu oyliqi Aşı qurbanlıqlardan keyin ko'rgansa kun har kuni degandek musha Filistin davlatini tunish oldida har kun yangi davlatlar qetilyotidi. Anondan keyin bu BDT'dimi ya'ni ko'rdinglar Isroilnimi blacklist deymiz, qora tizimlikka tiqayotgan bo'ldi. Ishqilib garchi bir narsa salbiy ko'rinsimi, uning har zaman va har sharda xayri bor degandek. Ishqilib men aşu Filistindiki bo'pmiliqi mustaqillik qachon yiqilishimiz degan chog'da hozirgi Filistindiki mayli namoyishlar bo'lsin, qancha kun tartibi bo'layotganini ko'rib, ha, balki bizmi mushu darajaga chiqara olgan zaman, ya'ni Xudoning kuni aşu Filistin bayrog'i o'rniga mushu ko'k bayroq ham musha necha yuzlagan insonlar musha namoyish chiqsa, demak u chog'da bizning mustaqilligimiz tunib yetudi deb qaradim. Chunki hozir hech qanday davlat Sharqi Turkistonni tunig'ini yo'q. Hech kim tunimaydi. Lekin mushtaq mujodala, mushtaq bir mayli ijtimoiy taratqularda bo'lsin, mushtaq bir fiziki, ya'ni yer yuzida protestlar bo'lgan chog'da shuni o'rnak olsak bo'ldi ekan. Ashimi bir nima deymiz? Bishorat, ha, ma daraja keldikmi? Okay, yaqinkan debchi. Bo'lmasa 10-oyning yetsin burun bu qadar Filistinning o'zining mustaqilligiga hech kim kutmaganchi. Xudoyim ashtaq shu kun shu shaklda o'rlashtiribdi. Inshaalloh shu qarindoshlarimizni duo qilamiz. Mayli mujohidlar bo'lsin, mayli har qanday dindagi insonlar bo'lsin, shu qarindoshlarimizga safarbarlik ko'rsatayotgan. Hozir butun dunyoda mayli naqsh cho'lponlari, futbolchilar, hammasi kino cho'lponlari qanday bo'lsin qat'iy nazar Falastinning bayrog'ini ko'taryotdi. Hatto nurg'ulg'an davlatlarda qalbida Falastinni qo'llamasimi, shu Falastinning bayrog'ini ko'tarish moda bo'lib ketdi hozir. Shu nimishqa shu havas qiladi Allohning qilayotgan qurbonligiga, sabrchanligiga, yonmas irodasiga, qahramonliklariga havas qilgan bo'lib ketdi xalqlar. Ham biz mayadaylik bu nayt itinishlik azroq bir iqtisodiy masalada yoki o'zining azroq bir yani ko'gim kelib qoldi, urut qolgan ko'gim kelib qoldi degandek narsalarga chidamasdan shu Xitoyninki narsalarga imzo etib, savol so'roqlarga javob berib, shuningga rozi bo'lishning o'zi bir nomus qilishga tegishli ash falastinlik qarindoshlarimizning shu to'lagan badallariga qarta bir o'ylanib, men qanday qadam ash falastinliklar qanday adam shu badal to'layotganlar, men nima ish azroq bo'lsa badal to'layolmayman degan bir manda bir vijdoniy, insoniy bir ang bilan o'ylab baqsa hamda qolgani Allohning rahmati bilan inshaalloh bir tövbe qilib saqlab keta, bo'lmay qolsa. Yana o'ylasak bo'ldi, aşı küçücük G'azze. Ya'ni ularning masalan ishlatgan qurollarimi shunchalik ojizda, masalan Isroiliya, Amerika, Ingiltere ashlarning nima deymiz? Ashlar qarshi tura oldida, ashlarni umid olaman. Ya'ni Uyg'ur masalan Xitoyni shunchalik qudratli deymiz-ku, pul, silah, har şey. Lekin ashini ko'rib bizgimi umid borga deb o'yladim. Chunki haqqancha endi atalmish qudratli bo'lsa-mi Xitoy endi dunyoviy açısından İngiltere'dek, Amerika'dek unday qudratli, ya da İsrail'dek unchalik qudratli emas. Shuningga nihoyat umidvor bo'layli. Chiqib bizga cho'ng bir o'rnak aşı Filistin masalasi. Necha 100 ming odam qurbonlik berib, boshqa yerda bombalarning ostida yashayotgan bo'lsa-mi? Yana sabr qilib kurashni davom qilyotdi. Inshaalloh bizmi o'zimizningki shart sharoitni qarta sabr qilib kurashimizni davom qilishga Alloh nasib qilsin. Amin. Hammalarning Qurban aytiga kelayotgan Qurban ayti muborak bo'lsin. Yaxshi duolarda aytishtiraylik inshaalloh. Amin. Görüşürüz. Amma bağaysa Allah'tan emanet. Allah'a emanet. Sağ olun.